Atigi $1100 mana shu xonadonimiz to'liq telefon qilib berildi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina, har doimgidek usta Muhammad Yusuf. Qadrdonlar, navbatdagi telefon xizmatimizni Andijon viloyati Oltinko'l tumani Aysha xonimda, xudo xolasa mana shunaqa chiroyli xizmatimizni yakuniga yetkazib berdik. Eng qizig'i mana shu xonadonimiz ko'cha shapka, ichkari shapka, darvoza xonalariga o'zimizni skromniy telefonimizdan qilganmiz. $1100 mana shu xonadonimizni to'liq holatda bitkazib berdik. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol quyida raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'ta ham skromniy fason bo'lgan. Oshiqcha mablag' ham ketmagan, oshiqcha pulga ham ketmagan. Qadrdonlar, ko'ringlar, agar sizlarga ham ishimiz ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi, qadrdonlar. Eslatib o'tamiz, 1 kvadrat tunikamizni 135 ming so'mdan bu xonadonimizga qilib berganmiz. Reyka, samolyot, usta xizmatlari barchasi shu summani ichida bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bu videoda uyga telefon qilmoqchi bo'lib yurgan yaqin qadrdon do'stlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Faqat bir narsani e'tiborga olib qo'yasizlar, ishlatilgan materialning kvadratiga pul olinadi, joyning kvadratiga emas. Sababi joyingiz tekis holatda bo'lsa, tunuka bukiladi, qayriladi, ustma-ust qatiriladi. Shuni hisobiga ko'proq material ketadi. Hammalaringga rahmat, qadrdonlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.